Jo'tam, kinderkallalar, yangi uylar Vines keldi. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Dobro пожаловать, к нам в klub yangi uylar Vines. Kinderkallalarga ahamiyat berib ozgina vaqtimizni o'tkazib qo'yamiz. Lekin men bitta Husan krasavchik o'g'illarimiz tayyor bo'ldi. Qorasi menga oq sizga oq potimiz Zuhrani bir pastor ko'rsataman. Qani ketdi do'stlar. Uyimiz 3.7 sotu yer maydoniga qurilgan. Ko'ryapsizlar, rostikasim high-tech. Okay, kirasiz mazani qilib yashayverasiz. Dodam 350 kvadrat remontiga birdan 10 gacha o'zingizlarni bahoylarni berasizlar. Ikkita darvoza, avtomatik darvozalar полный o'rnatilgan uyimizni Toshkent shahar Oltintepa Tsalkovskiyda joylashgan okalar. Fasadga vashi gap bo'lishi mumkin emas. Uyimizni chizmachilik qilib, takoy arxitekturani qirib yuborilgan stilda qilib qurib yuborishgan ekan. Qarang, mana bitta letniy zona, tapchan yo'q-yo'qlar mana shu joylashtirib yuborasiz. Jigar, mana shu videoga bitta like bosmasangiz, janjalli yomoni boshlanadi. Qani bismillahirrohmanirrohim deb uyga kiramiz. Uyga kirganimizda bizani mashinalar chiroyli xo'p kutib oladi. Etajdan etajga o'rindan mashinadan bemalol ko'tarilamiz. Hamma xonalar razdelniy, mana mana shu bizani katta xo'p kutib oladi. Sizlar buni xo'p deysizlarmi? Xona deysizlarmi? Men uchun bu katta zal, 5 ga 5 zaldan ham juda ham kattakon. Bu yerda yana alohida xod kuxniyaga kirib ketadigan va mehmonlar kelganda chapga o'ngga tepaga chapga bo'lib yurishmaydi. To'g'ri mashinadan mehmonxonamizga kirishadi. Mehmonxonamiz polniy pardalari, stroyniy mebellari hammasi o'rnatilgan, texnik mebellarni joylashtirasiz. Hozir farroshlar kelib qo'llarni artib ketishadi. Okinga ahamiyat bermaylik, uyimizda hozir tayyor bo'ladi. Qaranglar. Xo'p, bu xonamizdan to'g'ri mana mana shu o'tsu bizani kuxniya kutib oladi. Kuxniyamizga o'zingizlar bahoylarni beringlar. Texnikalari, hamma narsasini o'sha o'rnatib qo'ydik. Bizda keng kuxniya bor va oynalari keng. Ko'ryapsizlar, hovliga qaragan oynalar va bu yerda bizda kotelniy xona. Aristollarni papasini joylashtirib qo'ydik. O'zingizlar bahoylarni beringlar. Uyimizning narxini ham aytamiz, panoramli oynalar. Oshxonadan to'g'ri hovliga chiqsanglar, mazza qilib orqada o'zingizlar temniy qo'yadigan joylar bo'ladi. Mana bu yerda общий sanuzelni joyi va mana bitta terrasamiz bor. Mazza qilib terrasada o'tiradigan joylari bor, hurmatli. Tapchan. Yo'q, bu yo'q. Qo'ni qo'shni gap so'zlardan uzoqroqda bo'lib, mazza qilib mana shu chiroyli high-techda yashayverasizlar okalar. Xo'p, birinchi o'yinni ko'rdinglar. Biz mana shu mehmonxonamizdan chiqqanimizda bu yoqda oshxonaga kirib ketadigan xod mana bitta spalniy komnatamiz bor. Xolisini detski qilib ishlatib yuborasizlar. Ko'ngilga qarab, qalbingizga quloq solib dvijeniyalarni qo'rg'asizlar. Polimizni polni cho'qli pol qilingan va o'zimizning ham bitta общий sanuzelimiz bor. Sanuzelimiz ham juda ham keng. Bunaqasiga bilan kirsa, bemalol futbol o'ynasa bo'ladigan sanuzel. Gap bo'lishi mumkin emas, hurmatli obunachilar. Biz birinchi o'yinni polni aylanib o'yin tepaga chiqamiz. Biz hozir White Towerda yuribmiz. Black Towerni alohida obzor qilib beraman. Profilimga kirsangiz, boyagi Black Towerni ham ko'rsanglar bo'ladi. Bunisi 3.7 sotu yer maydoniga qurilgan. 350 kvadrat metr okalar. Mana spalniy komnata, hovliga qaragan oynalari bilan stroyniy mebel hamma narsasi o'rnatilgan okalar. Xo'p. Bu yerda yana bitta общий sanuzel mana. Wow, keng общий sanuzel, hurmatli obunachilar. White Tower'imizga bitta like bosib qo'yinglar. Bu yerda mana yana bitta ko'ryapsizlar, master xona. O'zini mana bu sizning xonangiz bo'ladi, spalniy komnatangiz bo'ladi. Mazza qilib tako o'tiradigan xonalari bilan. Xo'p, bu bizda spalniy komnata juda ham keng, hurmatli obunachilar. Hammaga mana shunday spalniy komnatlarda ishlash nasib qilsin. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa o'tsak bizda mana bitta xohlasangiz detski, xohlasangiz ota-onalarga beraverasizlar. Xo'p, White Tower'imizga like bosib qo'yinglar. White Tower'imiz Toshkent shahar Mirzo-Ulug'bek tumani Tsalkovskiyda 3.7 sotu 350 kvadrat ko'rdinglar. Shikarniy xonadonimizning narxini 470 ming startli yana kelishtirib sunnatiga chiroyli narx qilib beraman deyaptilar. Qaranglar, ko'chalar keng, polniy, elitniy mahallada joylashgan Black Tower'ni keyingi videoda ko'rishinglar mumkin.